O'sha ayblarini kechirasiz, ko'zingizni yumasiz, mayli endi xotin kishida deysiz, ini oila qilasiz. Endi xuddi o'sha ayol eriga qarab turib ham xuddi shunaqa dedi. Mayli endi bo'ladida endi kamchilik deydi. Kulmanglar. O'sha bir-biringizni kechirganligingiz uchun oila qilib beryapsiz. Siz uni kechirasiz, kamchiligiga ko'zni yumasiz. O'zi kamchiligingizga ko'zini yumadi, keyin oila bo'ladi. Ideal qadi ekan, birodarlar. Ideal xotin bo'lmaydi. Chunki ideal erda o'zi yo'q. Robbimiz aytayapti. Ular bilan chiroyli muomala qilinglar, tinch va totuv yashanglar. Garchi sizlarga ba'zi fe'llar yoqmasa ham sabr qilib inoq yashayveringlar. Chunki sizlar yomon ko'rgan narsada ko'p yaxshiliklar bo'lgan bo'lishi mumkin deydi. Demak, Qur'onda xotinlar bilan chiroyli muomala qilish haqida oyat keldimi? Demak, bu hazakam narsa emas.